G'ayvat qildik, hasad qilishdik, bir-birimizni yomon gumon qilib o'ch ko'rishdik. Tuhmat va fitnalar bilan bir-birimizning yo'llarini to'smoqchi bo'ldik. Hatto Alloh buyurgan namozga sal qaradik. Alloh yepishqa buyurgan avratlarimizni yapmadik yoki mas'uliyatimiz ostidagi och singillarimizga buni tavsiya qilmadik. Nomahramlardan o'zimizni tortmadik. Qachongacha havoy havasimizga ergishib g'aflat ichida yashaymiz? O'lim ushtum tut keladi. Tuymay qolamiz. Savol-so'roqlar boshlanadi. Oldimiz qorong'u, eshiklar taqalgan. Ammo hozir, dal hozirning o'zida siz va bizga fursat bor. Mayli siz yuqorqi gunohlarning qaysi birini qilgan bo'lmang, hatto hammani qilgan bo'lmang, hatto dunyodagi butun gunoh, butun eskiliklarning hammani qilgan bo'lmang, sizga gunohingizdan tavba qilib, hech gunoh o'tkazmagan pok odam bo'lishimizga hali ham fursat bor. Gunohlarning eng qattiqi Allohdan umid uzish. Endi men tugashdim, Alloh meni kechirmaydi deb o'ylash. Ota-onalarimiz bizning nurg'un gunoh va xatoliklarimizni kechirdi-yu, ota-onamizdan mehribon bo'lgan Alloh bizni kechirmasmi? Allah Taala gunohga petib Allohdan umid uzgan kishilarga xitob qilib mundaq deydi. Ey gunohni qilaverib o'ziga zulm qilgan bandalarim. Alloh butun gunohlarni mag'firat qilguvchi va nihoyat shafqatli va mehribondir deydi. Payg'ambar alayhisalom inson ko'p xatolik sodir qilguvchi. Xatolik sodir qilguvchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchilar degan. Odam suv tushganlik uchun emas, suvdan chiqolmaganlik uchun tunjiqib qoladi. Endi sen tugashding, Alloh seni kechirmaydi deganlar shayton. Sizning har bir gunoh qilgan vaqtingizda pushaymon qilishingiz qalbingizning bearam bo'lishi, qalbingizning oq va tavba qilganligingizning boshlanishi. Endi to'xtab qoling. Allohga qayting. Tahorat olib Allohga samimiy tavba qiling. Tavbaning samimiy bo'lishi qalbimizda pushaymon qilish, tilimizda Allohga istig'for aytish, harakatlarimizda o'tkazgan gunohimizning ikkinchi qatim takrorlanmasligini ko'rsatadi. Gunohdan o'zini tortmaslik oxiratda emas, dunyodami odamni xor qiladi. Payg'ambar alayhisalom odam o'tkazgan gunohi sababli rizqidan mahrum qoladi deydi. Tavba qilishni niyat qilgan siz va bizga Alloh taolo mundaq deydi. Ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Alloh sizlarning butun gunohinglarni yo'qqa chiqaradi. Sizlarni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi.